Saharlikka yarim soat qoldi. Ovqating tayyormi? Ha, mana tayyor, olib ketyapman. Olib kela qol. Xo'p, qani? Mana olib keldim. Ana, oling. Ozgina vaqt qoldi. Nima bu? Ovqat. Saharlikka boshqa ovqat yo'qmidi? Yo'g'i yomon adasi, olib yesangizchi. Bu ham ovqat-ku. Aytgancha, buni nomi piyoz kabob. Oling adasi. Ming, choy iching. Piyoz kabob. Shahlo. Hov. Shunaqa hayotga chidaysanmi? Yo'q. Sabr qilaman. Sabr qilish bilan chidashning nima farqi bor ekan? Farqi bor. Odam yoqtirmagan insonlariga chidaydi. Aman sabr qilaman. Chunki yaxshi ko'rgan insonim bilanman. Bitta savolim bor. Sizga ham bersam maylimi? Mayli. Siz menga chidavoysizmi yoki sabr qilyapsizmi? Nomini nima deding?